pastdan chiqinglar. Pastdan chiqqaningiz o'zingizniki. Ishga, mehnatga toqati yo'q, yalqov, tekinxo'r bo'lib o'sgan, keyin katta bo'lgandan keyin bola chaqani boqishga ham qiylanib qolgan odamlarni ko'rganingda, bu ular uchun or, nomus, uyat bo'ladi. Ularni shunga qilgan kim? Kim? Ota-onasi. Chunki otasini puli bo'lgan, qo'y deydi, topgan. Qayoqdan bilasiz, amaki? Bu pul sizdan keyin bolalaringizga nasib qiladimi? Qayoqdan bilasiz, sizga bor hunar berib qo'yaylik. Hunar berib qo'yaylik bolalarga. Umar ibn Xattob aytgan, albatta bu qo'llar ishlash uchun yaratilgan. Agar ularni toat bilan mashg'ul qilmasangiz, bu qo'llar sizni ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Qarang, Sirin, Muhammad ibn Sirinning otasi Sirin, qulida ozod bo'ldi, hunari bor ekan. Darrov jamiyatda o'rnini topib, ishini to'qib keta oladi.